Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi obyektdamiz, ya'ni Namangan shahrida. Navbatdagi mijozimizni qurilish maydonidamiz. Akamizga 60 kubalik beton zavod berganmiz. Sizlar bilan birgalikda hozir o'rnatib berish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Biz boshladik. Orqamda turgan PLD 1600 talik deyiladi modeli. 3 ta boksdan iborat, har bitta boksi 6 kubadan, ya'ni 18 kub hajmga ega. Tagida o'zini tarozilari bor, kerakli o'lchamni o'lchab lentaga solib beradi. Beton zavodlarimiz lentalari eniga 80 sm, ko'pchilik shuni adashtiradi. Standartda 65 talik bo'ladi. Oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Bu o'sha 60 kuba beton chiqarish uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Lentamizni reduktor motorlarini kuchaytirganmiz, ya'ni tezroq ishlaydi. Qolgan beton zavodlarga nisbatan anchagina chaqqonroq ishlaydi. Oldingi videolarni o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Lentalarni ishlash jarayonlarini qo'yganmiz. Bu zavodimiz hozir ustanovka jarayonida, ya'ni o'rnatib berish jarayonida. Ustanovkalar bo'lgandan keyin buni ham ishlash jarayonini xudo xolasa qo'yamiz. 60 kubalikni beton zavodimizni komplektida bitta 100 tonnalik silos bo'ladi, 18 kubga mo'ljallangan dozator bo'ladi, lentasi 22 ga eni 80 bo'ladi, mishalkasi 1000 talik bo'ladi. Har 3-4 minutda 1 kuba mahsulot taxminan qorib beradi. To'liq 100% bron qilingan bo'ladi. Motor reduktorlari kuchaytirilgan, standartidan 15 kilovatdan 18,5 kilovatga 1000 talikdan 1,5 ming talik reduktorga o'zgartirilgan. Tepasida ajdana bunkerlari bo'ladi. Bu 60 kuba to'liq chiqarib berish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Pult upravleniya konditsioner bilan to'liq jihozlangan bo'ladi. Butun SNG bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan qilib beramiz. Aziya Texno Group bilan siz bir qadam oldindasiz. Pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilib qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.